Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz. Qaranglar, sizlarga shunaqa go'zalliklar tayyorlab qo'ydim, qizlar. Sifatlari shunaqa ham zo'r, bir-biridan qiziqarli har xil kitoblarimizdan sotuvda mavjud. Kimga nima kerak bo'lsa, bemalol Telegram sahifamizga o'tib, o'z zakazlaringni amalga oshirishlaring mumkin. Qizlar, nimalar yoqqan bo'lsa, bemalol adminga murojaat qilib, narxlari bilan qiziqqanlar adminga murojaat qilib so'rashlari mumkin. Shunaqa ham chiroyli go'zallik tanlov bo'ladimi qizlar? Farzandlarimiz uchun, o'zimiz uchun manfaatli bo'lgan juda ham chiroyli tanlovlarimiz mavjud. Hammasi bir-biridan qiziq, har xil kitoblarimizdan bor. Qaranglar, shunaqa chiroyli go'zalliklarni olib qo'ydim sizlar uchun. Farzandlarimiz uchun har xil yangiliklarimizdan keldi. Mana shunaqa kartochkalarimizdan ham sotuvda mavjud. Arab tili, alifbolar, uy hayvonlari, yovvoyi hayvonlar, alifbe kitoblar, har xil mana shunaqa aqlda charxlovchi mashg'ulotlar, har xil kitoblarimizdan sotuvda mavjud. Keyin bizda mana shunaqa ertak kitobchalarimizdan ham keldi. Sifatlari juda ham qiziq. Qaranglar, umuman bular yirtilmaydi. Mana qattiqqina bo'ladi. Mana atiga 25 ming so'mga mana shu ertak kitobchalarimizni xarid qilib olishlaring mumkin. Zakazlaringni berishlaring mumkin qizlar. Keyin bizda tahorat olish odoblaridan keldi, o'g'ilga, qizga. Bundan ham oldin sotganmiz. Qizlar, yana paftor olib keldim sizlar uchun. Rosa ko'pchilik so'raganligi uchun. Bu laminatli bo'ladi qizlar. Hech nima qilmaydi, yuvib, artib ishlatsalaring bo'laveradi mana buni. Hech nima qilmaydi qizlar mana. Keyin bizda mana shunaqa 9 tali to'plamlarimizdan ham sotuvda mavjud. Sovg'a uchun ham juda ham chiroyli bo'lgan, manfaatli kitobchalarimizdan bittasi. 2 tomonli bo'ladi. Mana shu mavzularda bo'ladi. Qaranglar, arabcha, inglizcha kitobimizdan ham sotuvda mavjud. Sovg'alarga juda ham chiroyli, manfaatli bo'lgan kitobchalarimizdan. Keyin bizda mana shunaqa shakllarda o'rgatuvchi taxtali o'yinchog'imizdan ham sotuvda mavjud. Ertak kitobchalarimizdan bor. Farzandlaring uchun mana shunaqa plashovkali bo'ladi. Og'izlariga solishsa ham hech nima qilmaydi qizlar. Rosa ham zo'r mana bu kitobchamiz ham. Balajonlar uchun juda ham qiziq, manfaatli bo'lgan kitobchamiz bu ham. Mana